Bugun ajoyib uchrashuv bizni kutib turibdi. Vakillarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 23:35 da boshlanadi. Vakillarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ajoyib o'yin bizni kutmoqda. Bugun ajoyib uchrashuv bizni kutib turibdi. Vakillarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 23:35 da boshlanadi. Vakillarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ajoyib o'yin bizni kutmoqda. Bugun ajoyib uchrashuv bizni kutib turibdi. Vakillarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 23:35 da boshlanadi. Vakillarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ajoyib o'yin bizni kutmoqda. Bugun ajoyib uchrashuv bizni kutib turibdi. Vakillarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 23:35 da boshlanadi. Vakillarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ajoyib o'yin bizni kutmoqda.